Zvachkalar bor, zvachkalar. Zvachka mening dedi, zvachka. Sen ashqini alingni jomanda kerak emas jutaverasan zvachkani. Yo'q, beras. Bo'ldi, qo'yanch qilaman qizim. Jitdingizmi ash qabih niyatingizga? Nechta zvachka? 10 ming. Kartadan to'lasa bo'ladimi? Faqat naqd. Menda faqat karta. Naqd bo'lsa beraman, bo'lmasa yo'q. Dada. Odamlar yaqinda Mars qo'ychyapti. Sun'iy intellektni o'zi yaqinda zvachka ishlab chiqaradi. Siz hali karta naqdda o'tiribsiz. Berag'in endi kartadan tashlayveraman. Faqat naqd bo'lsa beraman. Ha, zvachka olmasa ekanmizda, bo'lmasa. Lekin shunday zo'r zvachka edi-da, sizgina. Zvachka. Hozirgina bir asad qotil ekansan, naqd pulni ochiqla hatdan olaman, o'z vaqtim yo'q, hali mashina moyka qilishim kerak. Mashinangni o'zim yuvib beraman, faqat naqd bersang bo'ldi. Hali uyga produkt ham qilishim kerak. Go'sht hammasini o'zim olib beraman. Ha, vaqt yo'q, chala qolgan uchastkani ham bitirishim kerak. Ha, ishashganda o'zim bitirib beraman. Qo'llaringni o'zim to'y qilib beraman. Naqd ber. Naqd bo'lgan odam akasidan naqd qaydan olaman? Bankomatdan. Komissiyasi bo'lsa-chi? Uzun karta bormi? Bor. Uzun karta bor, pul bor. Uzun karta bilan istalgan bankomatdan komissiyasiz pul yechib olishingiz mumkin. Xir ziqna bobo bo'lsangiz ham zo'r narsa aytdingiz. Mana 10 ming. Zvachka 12 ming. Qanaqasi? Hozir buni 10 ming dedingiz-ku, даже bankomatda ham komissiya yo'q ekan. Zato menda bir komissiya. Ye onasini yemsin. Ha, dadajon qilmang. Bu dunyoning hamma narsa komissiyasiz bo'lishi mumkin. Lekin shu odamlarning nafsi komissiyasiz bo'lmas ekan. Mana 20 ming qizim. Men bozorga ketyapman. Lepit orqamdan dum bo'laman, qama? Kelishdik. Qani bilan bank Ye? Gazini bo'lsin, ketdik. Bu yerda nima qilyapsan? Menga dum bo'lmasliging uchun 20 ming bering-ku. Kechiring dadajon. Bundan oldin ayam sizga qo'sqilab bo'lib berishim uchun 100 ming so'm berib qo'ydi. Pora qo'rchi. Qayerda tirikchilikda dadajon haydang. Rash qilish bo'yicha xotinni filialchasi kuni bilan qonimda chekanda endi. to'xting. Nech pul berasiz qoqinda? Voy, chiroyli qizlardan pul olmassiz? Bo'ldi, hozir yordam beraman. Allo, aya. Bo'ldi, o'zingiz bir narsa qilmayman. Binyakcha go'zam riyasini qo'zitadi. Marojniga kelinglar, marojniga. Voy, mana opa toza ayanga o'xshaydi ekan. Jira ashida marojna beraman. Icham ayamga emas, nabarat dimi jo'lgan tovuqqa o'xshaydi ekan. Voy, mana opadan oling bo'lmasa. Yo'qmadi. Ko'zi o'lgan qo'yni ko'ziga o'xshaydi ekan. Ha, men ko'zidan emas, kartochkasidan oling deyapman. Qizim yechimasa, mana shu opadan piyoz olib keting. Voy, keling, sizga piyoz tikir jonimni berib yuboraman. Piyozingiz o'xshaydi semazotga, o'zingiz o'xshaysiz begemotga. Voy, o'lmasam. Bu chaqmaqcham bitib rash qilishni endi faqat uy bekasi o'tiraman shekilli. Ertadan birov bilan gaplashyaptimi? Vo, Iskandar Bildingiz xonadonlarni onlayn sotuvini yo'lga qo'yibdi. Endi dunyoni istalgan joyidan turib xonadon xarid qilish mumkin. Sizlar qizim qo'yanch qilaman, abo meni soyam-ku, soyamdan rash qilasanmi? Ha, o'sha gap, bilib qo'ying. Butun dunyo go'zallar yig'ilsa ham onajonimni bir to'la sochiga emarmidi. Xotin rashki kuldirayotgan, qizni rashki o'ldirayotganda. When marimba rhythms start to play. Ketaver, qo'yanchiq katta ko'cha. Obbo, oilani unchodi bo'ylashadi bu yoshlar. Ayang yana ketib qoldi, qizim. Bir ayol kishini qo'yniga olishni bilmaysiz, dada. Nima qildingsan? Qarab turing. When marimba rhythms start to play, dance with me. Mana bu gul sizga xotin aka. Avval urib endi gul berasizmi? Shu gunohga qo'lim bilan tegdim ko'zimga. Mana ini xotin mushtigina bu bunday gaplar qayda o'rganib olg'aydi ekan? Dada cho'milishga borsak maylimi? Darrov kelamiz. Bitlang temiratga bosib ketmasin. Bo'pti, borag'anglar. Chumuz gazarimga darvi hozir. Undan ko'ra ayangga qarashinglar. Ro'zi charchab ketdi. Orada shit xotinga paxta qo'yib turish kerak. Necha chaqmaqchi, ana shunga aqlim yetmabdi. Bog'chada o'qigansan-da, o'qimishli odam baribir boshqacha bo'ladi-da. Qo'llaring singur. O'ldi, anaqanda qaynona kelyapti. Endi uni qo'lidan meni vandamam qutqarolmaydi. Qoch! Qizimni nimaga urasan? Bratim. Ey o'g'il, onajonim, jannatim. Voy, o'lmasam, kesakdan cho'q chiqdimi? Xotini mahkam ushlash uchun birinchini onasini ushlash kerak. Qizimni nimaga urdingiz? Kecha bozordan tilla tiros oldim. Shu sizga yarasha kerak. Ha, endi xalqimizda erim urmaydi dema, bolam siymaydi dema degan gap bor. Qizimni o'zi tili yomon-da. Hozir uyga borib qizimni urishib jo'natib yuboraman. Zing'allay. Allohu akbar. Chaqmaqcham ayang qaytib kelyapti. Ana, ko'rdingizmi? Yoshlar sizlarga o'rgatib o'zimda qolmadi. Voy, bu uyga kelin bo'lib kun ko'rmadim. Xotin, aya. Qayan jo'llaring bilan sondirab kelyapsizmi? Tilla qizim jidan tadi uxlab qolmag'inmi? Nima aytib kino olding? Ayam bilan buvim sizdan arazlab ketib qoldi. Aybdor topish uchun bundan buyog'iga. Buvim ham o'zim, ayam ham o'zim. U qanaqa bo'ladi? Jonga tuyib ketdi. O'tirsam opoq, tursam sopoqman. Bu nolashaga qaraganda ayasini o'xshatyapti. Keling, shaqillamashdan ishni qiling.
Chuchchi, aya urishurmangizlar. Sen o'z onangga gap qaytaryapsanmi? Voy davlina moshyapti. Ayamda bahana kasalni o'xshatyapti lekin. Amana siqqa kuyib ketdi. Ozgina pul bering, bitta sallanka qo'yni oling. Pul zotim borma, senga yo'q pulim. Bor qiri. O'g'lim puldan tushqani. Jonlarim bilan gaztakka bormoqchi edim. Bo'ldi, aya mana. Qolganidan ber, qirib soq. Bugun ham ishga pishkam ketganman-da. Uyga o'lsam ham qaytmayman. To'yib ketdim, ketaman. Ketsang turagina. O'g'limga onasi o'pmagan qizni olib beraman. Aya xotinimni yaxshi ko'raman, o'g'lim buzilib ketmasin. Ish aralashma. Astara qizim hamselar eshitadi. Voy yuragim. Bo'ldi, aya bilganingiz qilag'in, Kuzatuvlarimdan shu narsa aniq bo'ldiki, dadam bechorani adoyi tomon qilibdilar-ku. Voy, uzr. Agar yana dadamdan bir dona sochi to'kilsa, sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Rahmat qizim, baraka top. Men ko'rgan ma'naviy zararlarni ham undirib berishingizni so'rayman. To'g'ri, jonlari bilan bir hafta tog'da dam olishga ruxsat berilsin. Ruxsat. Joningdan bizni qiz dadasi tuqqan qiz emas, dadasini tuqqan qiz-da.